Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sizlarga agar yuzlaring quruq bo'lsa, shu o'xotlarni tavsiya qilmoqchiman. Bu yuz yuvish geli, bu toniki, bu skrab, bir haftada 2 marta foydalanasizlar. Bu kunduzgi kremi, bunisi nочной krem, bu kechqurungi kremi. Yuzlaringni shunaqa zo'r namlaydi, juda yaxshi ekan. Men o'zim olganimga 2 oy bo'ldimi, 2 oydan ozgina o'tdi уже. Hali juda barakali ekan mana. Hali yuz yuvadiganda ana shuncha bor. O'zim ishlatib ko'rib, tavsiya bermoqchiman sizlarga. Shuncha ishlatib bo'ldim уже. Mana, bunisidan ham shuncha ishlatganman. Bu skrabdan ham ishlatganman. Bu kremlarim уже tugadi. Bularda buncha kam qolgan, ozgina qolgan, yana olaman. Yuzlaring quruq bo'lsa, sizlarga Faberlic kompaniyasidan shu mahsulotlarni, ya'ni shu o'xotlarni tavsiya qilmoqchiman. Narxlari ham juda ham arzon. Sifati lekin zo'r, narxlari ham hamyonbop. Keyin mana bu Rexona bu ham juda zo'r ekan. Bu Sharkiy Rexona. Keyin kir yuvish uchun konditsioner. Buni ham Faberlicdan olganman. Keyin sizlarga ekranda bunaqasini qoldiraman. Videoda lichkalarini, profillarini qoldiraman. Lichkasiga bemalol yozib so'rashlaring mumkin. Narxini, hammasi juda hamyonbop narxda. Va foydasi juda zo'r ekan. Mening yuzim juda ham quruq edi. Kir yuvish uchun esa men bu konditsionerdan olgan edim. Juda ham arzon, lekin hidi shunaqa zo'r, kiyimlaringda 3-4 kunlab ketmaydi. Men bu tushni ham olganman. Olganimga 1 oy bo'lyapti. Hali ishlataman. Juda ham zo'r, kipriklaringni zo'r qilib ko'tarib beradi.